Assalomu alaykum. Endi biz o'sha timsohlar parkida mana bu yerda hayvonlar bo'limi. Bu yerda echkilarni qo'yishgan ekan. Qo'ylarni qo'yishgan mana. Bu kichik shoxli qoramol. Bu qayerda mol ekan bilmadim. Juda kichik bu. Lekin qo'ylarning kattasi ham bor ekan. O, narada. Kichik qoramol. Mana bu yoqda qushlar. Mana akvariumdagi mayda baliqchalar. Tepadagi krokodilchalar mana. Yangi tug'ilganlar. Tuxumdan chiqqan. Endi bu yerda haligi qanaqa mushuk deyiladi bu? Shu mushuk ham qo'yishibdi. Bular shu tashqariga olmaxona qilib qo'yishibdi. Mana hali aytganimizdek, inglizlar o'ta servisga usta dedik-ku mana. Ular mana o'sha timsoh og'zi bog'langan. O'shani ushlab tushish, rasmga tushishini. Bu ham pullik. Mana o'sha yerdagi odamlarni qaranglar. Atrofida suvda mana pastda mayda timsohlar, alligatorlar yuribdi. Bu yerlarda odamlarga haligi nima deydi? Yengil tanovul qilish uchun joylar qilingan mana. Biz endi buni bu tomon, ko'ldan bu tomonga qarab yurdik. Mana bu yerlarda tuyoqqushlar. Endi biz hayvonot dunyosiga o'tyapmiz. Mana shu nima deydi? Parkda aylanib chiqish uchun haligi maxsus nimalar qilingan. Temir yo'l nimasi, xizmati ham qilingan. O'shanda ham aylanib yurish imkoniyati bor. Mana bu yerda haligi ko'lni o'rtasidan taxtadan nima qilingan, ko'priklar qilinib, o'sha haligi nima deb botqoqligini bu yerda. O'shalarning ichidan yurib, o'sha yovvoyi hayvonlarning hammasini o'z sharoitiga qarab qo'yilgan. Mana botqoqlik, shunga o'xshagan narsalar hamma tabiat qisqa ushlab qolishgan ko'proq. Mana hatto o'shalarga mollarni ham, turli nimalarni ham qo'yib qo'yishgan. Burada ham timsohlar.
Mana. O, naravi beribdi. Men hali aytgan nimasi bor dedi. Trosga osilib, o'sha tepadan 350 metr atrofida trosda yurish mumkin nimalar ustida. Hozircha shu bu ham zamonda obed shekilli, hozir nima ishlagan yo'q. Bu ham hozir ishga tushsa kerak edi. Mana shunday, mana har xil qushlar mana. Bu yerda gullarga ham o'ta turi ko'p ekan. Har xil. Sira biz ko'rmagan gullarni turi bor. Mana o'tlar orasida ham timsohlar mana. Ustalar, quruvchilar nimadir ta'mirlash ishlari olib borilyapti ekan bu yerda. Nimaga qaysi bir hayvonga o'ta sharoit qilishyapti. Kalitkalarni qatarib qo'yishdi. Mana maxsus kichkinagina ekskavator. Bularga aytyapman, o'sha yemishi yaxshi beriladi shekilli. Hammasi nima? Yoki o'sha yemishiga nimadir qo'shilib beriladi. Bularda hech qanaqa aktivligi yo'q. Men chunki bu yerga birinchi marta kelishim emas. Ilgari kelgan taqdirimda ham, kelgan paytlarimda ham haligi bularni bir aktiv birorta odamga hujum qilishi yoki bir harakatlanishni kam ko'rganman. Mana o'ytiribdi, sekin ketyapti. Deyarli har doim mana shunday holat. Harakatlari sust juda. Shu yerga chiqib odam o'sha beliga o'sha nimaga kamarni boylab shu tros orqali 330 metr. O'shaqacha uchib tushadi. Ko'lni ustidan uchib o'tdi. Shuni kanatni doroga deyishadi. Hozircha bu ishlamayapti. Ilgari ishlardi bu narsa. Bugun obedligi uchun ishlamayaptimi yoki anchadan beri ishlamayaptimi, bundan bexabarman. Mana baliq qushlar, mana shunday yonimizda timsoh. Mana ularga o'sha kirishda tayinlanadiki, o'zi bilan birga olib kelgan hech qanaqaligi yemish bular berish taqiqlanadi. Bu yerda sotiladi maxsus yemish. O'sha haligi kichkina oddiy bunday press qilib qo'yilgan nimaga o'xshagan. O'shalardan sotib olib berish mumkin. Ko'pchilik shunaqa qilib haligi nima deydi, harakatni kuzatadi. O'sha qiladi. Juda katta ko'p.
Mana shu ko'lni o'rtasidan mana shunday nima deydi, taxta ko'prik qilib chiqishgan. Odamlarni ko'rishi uchun, odamlarga qulaylik qilish mana. Boshidan oxirigacha taxta ko'prik bilan mana bemalol yurib, yonidan, yaqindan bemalol ko'rishingiz mumkin. O'zi bu yerga kirish uchun $34 ekan, har bitta inson uchun kirish uchun. Bugungi kunda qandaydir bular haligi nima qilishdi. Men sababini tushunmadim. Biz 3 kishi kelgandik, bizga $17 dan, ya'ni 50% dan oldi. Birinchidan biz Florida shtatida bo'lganligimiz uchun местныйlar o'zlariga alohida nima ekan, arzonroq ekan. Ikkinchidan qandaydir bularda bugun nima kun ekan? Odamlarga haligi nima deydi? Logota berayotgan kun ekan. Shuni hisobiga bugungi biz nimadan $17 dan qildik. Kirishi ham bugun qimmat emas ekan. Mana qushlar. Bugungi mana shu timsohlar parkidagi bugungi hayotimiz. Mana hali aytgan vagon ketyapti o'sha yoqda sekin. Tomoshabinlar o'tirib olib, aylanib nimadir qo'yishni ko'radi. Mana qushlar. Bunaqa oq qushlar juda ham ko'p bu yerda. Biz yana yaqinroq borishimiz mumkin. Mana shu daraxtlarda deyarli hammasida har xil qushlar. Mana tomonlarda ham, mana tomondan ketyapti. Tabiat haqiqatan chiroyli. Bu qushning nomi nima ekan bilmayman. Oq qush, bizning tilda oq qush bo'ladi. Mana shu yerda, mana bolalari ham shu yerda mana. O'zi shunga uy qurishib, shu yerda katta bo'lishib. Keyin ko'proq bular baliq bilan ovqatlanadigan. Mana bolalari ham shu yerda ekan. Baliq bilan ovqatlanadigan qushlar. Mana bunisi rangi boshqacharoq ekan. Atrofidan timsohlar qo'riqlab turibdi bular. Quruqlikda dam olayotgan mana timsoh. Bular suvda dam olayotganlar mana. Atrof to'la mana. To'tilar bo'limiga keldik-da, to'ti qushlar bo'limi. O'zimiz sizlar boyo'g'li deyishadimi? Poyezdimiz aylanib ketyapti mana. Mana hali aytganimizda bu hayvonot dunyosiga o'tdik. O'shaligi nima deydi? Yovvoyi mushuk. Mana shuni mana. Toshbaqa tashlab qo'yibdi oqidan. Suvda yurishi. Bu ham bir timsohda bir tur ekan mana. İlonlar bo'limi ekan mana ilonlarda. Sariq ilon, olachipor ilon mana. Kattaligi anchagina bor. Mayda krokodillar, tuxumdan chiqqanlar. Mana shular 15 yilgacha normalniy katta timsoh bo'lishar ekan.
Bular hammasi o'zini issiqqa urib mana oynani tagiga kelyapti. Bu yerda ham oynani tagi issiq bo'lganlar uchun to'la. Bular dastlab tuxumdan chiqqan paytda 15-20 santimetr atrofida bo'lar ekan. Bularni demak bu yer o'zlarini ko'paytiradigan inkubatsiyasi ekanda. Bu yerda qolishadi. Timsohlar, orollar. Mana sizlarga eng katta toshbaqalar. Bunaqa katta toshbaqa men ham ko'rganim yo'q. Can we touch it? Ustini ushlab ko'raylikchi qanaqa ekan. Oh, you can touch the back. It's hard. Qattiq haligi nima deydi? Qattiq plasmasiga o'xshagan. Oh, okay, okay. For real? See, my turtle died like 3 weeks ago. It was sad. I think I had what was the name of that turtle? I don't know how to pronounce it. Little water turtle. Azizlar, mana endi bugungi haligi shu parkka qilgan sayohatimizni yakunlaymiz videosini. Endi faqat bitta nima qoldi. Hozir bu yerda haligi shou boshlanadi. Ya'ni o'sha timsohlarga ovqat berish, ularga sakrashi, nasib qilsa o'shalarga olib qo'yamiz. Shunga qoldi. Mana hozir bu yerdagi men o'tgan safar ham aytdim. Angliyachada o'ta servis bo'lishdi. Mana shu yerda oilaviy kelganlarda farzandlari uchun sharoit yaratib berilgan mana. Cho'milish, har xil mana farzandlarga qaraydigan maxsus odamlar ham qo'yib qo'yishgan mana. Farzandlarini shu yerga qo'yib, shu ayollar shunga qarab turishadi. Mana bu yerda haligi suvlarda o'ynab, ota-onasi aylanib bo'lgungacha bular bemalol mana shu yerda dam olishlari mumkin bo'lgan.